farzandni olim bo'lishligida, manfaatli ilm egasi bo'lishligida onalarni ham xizmati katta. Ota moli pul topib farzandni ilmli bo'lishligini harakatda bo'ladi. Hozirgi aytganimizdek quruq nasihatni o'zi yetmaydi. Unga amaliy yordam ko'rsatiladi va onani rioyasi bilan, duosi bilan, harakati bilan bola voyaga yetadi va hozirgidek olim bo'lib yetishadi. Shuning uchun Imom Buxoriyni volidalarini ulamolar duosi ijobat bo'lgan ona deb kitoblarida keltiradilar. Onani duosi mo'jizakor kuchdir. Alloh taologa ixlos bilan qilingan duo va iltijo hech qachon zoyi ketmaydi. Shunday ekan, farzandlarimizni hamisha duo qilsak, iymonli, odobli, ilmli va halol inson bo'lishini Allohdan so'rashligimiz kerak. U kishini zuhdi va taqvosi hammaga ibrat. Shogirdlari Muhammad ibn Abu Hotimni aytishicha, Imom Buxoriy bunday deganlar: g'iybatning haromligini bilganimdan buyon biror kishini g'iybat qilmadim. Allohga ro'para bo'lganimda biror kishini g'iybat qilganim haqida meni hisob kitob qilmasligidan umidvorman dedilar. Bu ham bizga o'rnak bo'lish kerak. Aksar jamiyatda g'iybat bo'lib qolgan. Odamlarda hol-ahvol so'rashidan keyin boshlanadi g'iybat qilish, odamlarni obro'siga tegish, odamlarning hurmatini ketkazish, ular haqida masxaromiz gaplarni gapirish. Hozirgidek Imom Buxoriyni ko'rsatmalariga zid va harom ishlar hisoblanadi. Ulamolar Imom Buxoriyni beqiyos xotira sohibi, taqvo va ixlos egasi ekanligi haqida ko'plab ma'lumotlarni keltirganlar. Imom Ibn Xuzayma aytadi: osmon ostida Muhammad ibn Ismoil Buxoriydan ko'ra Rasululloh alayhissalomning hadislarini bilimdonrog'i va uni yod oluvchirog'i bo'lgan kimsani ko'rmadim. Amr ibn Ali Fallos aytadi: Imom Buxoriy bilmaydigan har qanday hadis emasdir. Bu ta'rif bu odam uchun ulkan baho hisoblanadi. Alloh taolo u zot qoldirgan ilmiy merosni qiyomatgacha ummat uchun hidoyat manbai qildi. Lekin shunday bo'lsa-da, Imom Buxoriy yurtimizda uzoq yillar davomida go'yoki unutildi.